Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov kanaliga xush kelibsiz. Mana shu 200 so'm pul sizlarga podarka. Buni ya'niki shu Evrozaborning egasi beryapti. Men sizlarning kartalaringizga taylab beraman. Shu videomizda like, kommentariya, inshaalloh kimning kommentariyasi ko'proq like olsa, mana shu 200 so'm pul 2 kishiga 100 so'mdan taylab beraman. Buni men emas, shuning egasi chin ko'ngildan sizlarga beryapti. Inshaalloh Xudo yetkirgan bo'lsa, bizning orqamizdan, sizlarning orqalaringizdan foydalanib shu bu birodarimiz shu 200 so'm pulni chin ko'ngildan sizlarga chiqarib beryapti. Endi bu 200 so'm pul to'g'ri ko'p pul emas, lekin shuning ishlari jirishib ketsin deb bir haqlarga duo qilib inshaalloh shunday ishlarda yangi sexlar ichishdi, yangi biznes qilishlarni shu birodarlarimiz davom etsa juda ham yaxshi bo'ladi. Kimgadir adresimizga kirayotgan bo'lsa, Eshbek satlarda turibmiz. 350 so'm ekan, dastavkasini uyingizga olib borib beradi. Agar uyingizga ustanovka qilib olib borib bersa, 440 so'm ekan. Bu yerda har xilda gullari ko'p. Buni ishlar juda ham yaxshi ketyapti. Inshaalloh bu ustoykalari 2 metrligi bor, 2,5 metrligi bor. Sementlari ham, kachistolari ham yaxshi ekan. Inshaalloh yana kelib ko'rib, telefon orqali ham nomerlarni ekranga chiqarib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, shu birodarlarimiz sizlarning orqalaringizdan foydalanib, sizni biz bir sababchi bo'lib qolib, kimdir nimadir ochsa, biz nima qilishimiz kerak? Saligina bir motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlab shu ishlariga rivoj bersin deb haqlarga duo qilsak, kim bo'lishidan qat'iy nazar bu farqi yo'q. Biz faqat shularning ishlari jirishib ketsin deb yaxshi tilaklarni bildirsak, shuning o'zi ham savob. Shuning uchun shu birodarlar shunday narsa mehnat qilib ochibdi, shularning ishlarini rivojini bersin, doimo ishni oldiga ketsin inshaalloh. Sizni biz bir sababchi bo'lib qolaylik. Shular ham bir hayotlarning orqasidan bo'lib inshaalloh yangiliklarni ochib, birodarlarimizga yengillik narsalarni qurib, oson yo'llarni ko'rsatib bersa, juda ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun qayerda bo'lsangizlar o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Sizni ko'p qolaylik. Sizlarga katta rahmat. Dinlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.